Assalomu alaykum. Bizga zoti boradigan hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari akalar, optim narxlarda universal drabilka mahsulotlarimizni yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumotlari bilan tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Hozir robitadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Xo'p, ko'rib turgan drabilka mahsulotlar o't, somon, poya, don, shunga o'xshagan bug'doy, shunga o'xshagan narsalarni maydalab chiqarib berish uchun mo'ljallangan sifatlari hamda to'liq ma'lumotlar bilan beramiz. Shunaqangi drabilka apparat qildirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Birinchi o'rinda akalar listlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Listlari juda ham qalin. Boshqa drabilkalarda materialni ko'radigan bo'lsangiz juda ham yo'qqa chiqadi. Bularımizda listlari ham, sifatlari ham, pichoqlarining materiallari ham juda ham qalin qilib ishlangan. Xo'p, bu tomonidan donni solinadi. Donni maydalangani pastidan chiqarib beradi. Akalar soatiga 500 kilogacha don maydalash uchun mo'ljallangan. Xohlaganlar uchun bu tomonda oxiri bor, oxirini beramiz. Maydalangan o'tni xohlasanglar tepa tomondan, xohlasanglar pastki tomonidan bemalol chiqarib ishlatsanglar bo'laveradi. Ramalarga ahamiyat berasizlar akalar. Ramalari ham juda ham baquvvat ramalardan qilib foydalanilgan. Akalar, motorlari asosiy yuragi, buni motori bo'lgani uchun motorlarning kilovatlariga qarab narxlari o'zgaradi. Har xil turdagi motorlarimiz bizda mavjud. Xo'p, mana ma'lumot, pasport kopiyalarini o'qib olishingiz mumkin akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Komplektida akalar 4 xil setkasi komplekt holatda chiqadi. Bitta setkasi ichiga qo'yilgan, 3 ta tashqi setkasi qo'yilgan holatda. Ko'rishlari mumkin, 2 ta mayda setkasi don maydalash uchun, 2 ta yirik setkasi esa o'tni maydalash uchun mo'ljallangan qilib qo'yilgan. Sifatlari aytganimdek juda ham zo'r. Xitoy mahsuloti akalar. To'liqroq ma'lumotini telefon qiladigan bo'lsangiz, telefonda tushuntirib o'tib ketamiz. Endi ichidagi pichoqlariga ochib to'xtaladigan bo'lsak akalar, hop, setkalarni almashtirishlarini ham hammani ko'rsatamiz. Mana akalar, ichidagi pichoqlari. Ichidagi pichoqlari ham akalar 5 qatorli, original pichoqlar bilan jihozlangan. 1, 2, 3, 4, 5. Arrali ko'rishlari mumkin. Boshqa drabilkalarda pichog'iga nisbatan anchagina qalin bo'ladi. Bu drabilkamizning pichog'i. Yonboshda ham o'zini vertikalniy pichoqlari bor. Mana 3 qatorli. Bu yonboshdan kirgan o'tlayni bemalol maydalab chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Undan tashqari urib beradigan pichoqlari ham 2 tali qo'yilgan. Mana ko'rishlari mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Setkalarni mashq holatda joylanadi. Yonboshi pachimlili, yog'li, maslinli bo'ladi. Ya'ni yog' quyib ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Aylanishi ham juda ham yengil aylanadi. Xo'p, ichiga ham doполнительный pichoq qo'yilgan holatda ko'rishlari mumkin. Listlarining materiallari juda ham qalin. List qancha qalin bo'lsa, ovozi shuncha past bo'ladi. Akalar, ahamiyat berasizlar. Narxi 3 million so'mdan 4 million so'mgacha motorining kilovatiga qarab akalar narxi o'zgaradi. Masalan, xonadonlarda qanaqa tok biz bilmaymiz akalar. Toklarning holati, ukam bununcha tokimiz bor, bununcha holatda bo'ladi, bununchaga tushib ketadi deb ma'lumot beradigan bo'lsangiz, bizga sizlarga shunga qarab turib drabilkamizni motorlardan qo'yib beramiz. 3 million so'mdan 4 million so'mgacha drabilka mahsulotlarimiz bor. Dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Pastda nomerlar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilib bog'lanadigan bo'lsangiz, chiroyli narxlarda yetkazib, optim narxlarda qilib beramiz. Olib sotaman degan akalar uchun chiroyli narxlar chiqarib beriladi. Hozircha yangiliklarimiz shular.